Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, Jamoat xavfsizligi xizmati, Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, Texnika nazorati bo'limi mas'ul xodimlari tomonidan Transport boshqarmasi, Transport nazorati inspeksiyasi hamda viloyat hududidagi yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi uyushma rahbarlari ishtirokida muhokama yig'ilishi bo'lib o'tdi. Bo'lib o'tgan muhokama yig'ilishida yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi uyushma rahbarlariga avtokorxonadagi avtobus, mikroavtobus va yengil taksi haydovchilari o'rtasida yo'l harakati qoidalariga rioya etish yuzasidan suhbat va tushuntirish ishlari doimiy ravishda amalga oshirib borishini, bolalar dam olish oromgohiga olib borish va olib kelish jarayonida faqatgina patrul avtomashinasi hamrohligida tashilishi belgilanganligi, oromgohlarga jalb etilishi mo'ljallangan avtobus va mikroavtobuslarni doimiy ravishda kundalik texnik ko'rikdan o'tkazish va texnik soz holda boshqarish, reglament talablariga javob bermaydigan gaz ballonlari o'rnatilgan transport vositalaridan foydalanmaslik va shu kabi bir qancha dolzarb masalalar bo'yicha tushuntirish ishlari olib borildi. Bu kabi profilaktik tadbirlar viloyat hududidagi barcha korxona, muassasa va tashkilotlarda jadallik bilan olib borilmoqda.